Hammaga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz yana Sergeli mashina bozorini Gentra qatorlaridamiz. Har doimgidek o'sha Marat akadan video rolikda boshlaymiz do'stlar. Va chiroyli qilib bannerlarni ham chiqarib qo'yishibdi, gap yo'q. Xudo xolasa videomiz foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bittadan like bosib qo'ysanglar, kanalga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga chiroyli videolarni ko'rsatishda davom etamiz. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmagan holatda Marat akadan video rolikni boshlaymiz. Mana o'zlari assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Yaxshimisizlar? Shuni taqib qo'ysangiz. YouTube ahli, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Yaxshimisiz o'zingiz? Ha, hammangiz yaxshimisizlar? Xonadoningiz tinchmi? Sog' salomat. Bugun Toshkent Sergeli mashina bozoridan video lavhalar qilamiz. Xo'sh, bugun 6-aprel Sergeli mashina bozoridamiz. Narx-navolar qanday? Narx-navolar hozir o'rta. Unaqa tushib ko'tarildi. Yo'q, unaqa tashavormagan. Prosta endi eski mashinalarni tashagan. Endi mana yangi 2024lar, 2023-2024 bo'ladi-yu. Avtomatlar. Navorotlar. Endi ular unaqa tashamagan. Aslamnoy mana 23 dan pasti ozgina tashagan. Bir 500 larga tashagan. 500 larga. Endi har doim endi misol uchun yengisi hozir 17 mingda bespravega bozorda. Menda yo'q-ku 17 ming. Menda endi shularni 2 ming, 3 ming, 5 ming, har 10 minggacha yurgan mashinalar navorot qilinganlari bor menda. Endi hozir uni 17 mingga olib, bespravegni navorot qilaman desa 20 mingga tushadi. Keyin uni 1-2 yil mingandan keyin 15 ga sotadi. O'rtada bitta Spark Plus bo'lib qoladi. O'shaning uchun hozirgi paytda menda navorotli mashinalar. Hammasi navorotmi? Ha, hammasi navorot. Bozorimizda har kuni ishlayapti, to'g'rimi mana? Ha, mana udalar o'zi ham biladi. Har kuni ishlayapti. Bozorimizda dam olmaydi. Har kuni yakshanba kelish shart emas. Ha. Endi bank olaman desa, misol uchun begim kunlari kelsa bo'ladi. Endi shanba kuni oddiy bank ishlamaydi. Ishi bitmaydi. Baribir dushanbaga qolib ketadi. O'shaning uchun iloji bo'lsa, begim kunlar kelganinglar yaxshi. Dushanba, seshanba, chorshanba 12 ta viloyatga bir kunda halqa beramiz. Bir kunda minib ketadi. Bir kunda 3,5 ming, 4 ming atrofida ketadi taxminan. Endi uni oylik to'lovlarini banklar hisoblab beradi. Necha yilga olasizlar, necha pullik mashina olasizlar, aytsanglar, kelib tanlasanglar, keyin uni hisoblab berishadi. Lekin men u anaqa bankka anaqasiga aralashmayman, tushunmayman. Agar bank olaman deb kelsanglar, bank qilib beraman. Narxlarni o'zi bank qo'yadi. Ha, bank qo'yadi-da, foizini o'zingizlar gaplashib olasizlar. Ko'pchilik endi siz qo'yib yuboradi deyish mumkin-da. Ha. Yo'q, ko'pchilik aytadi-da, sizda deydi juda qimmat ekan foizi. Endi ko'rasizlar, o'zingizlar tanlaysizlar. Qaysi bank sizlarga to'g'ri kelsa, o'sha bankdan yurg'izasizlar. Endi menda aslan naqdga bo'ladi. Bank qilib bering deydigan odamlarga, misol uchun, bank qilib berishim mumkin. Endi hali nima deyapsiz? Qani nechta mashinasi nima deyapti? Nechta mashina sotdingiz? Ertalabdanmi? Nechta? Hozir aytib bitta mexanika sotdim hozir. Sizlar obzorini qilib o'tamiz. Shuni kelinglar. Shunda o'taylik, keyin bu yo'llarini ko'rsatib o'tamiz. 2018-19 mexanika. Metan gazi bor. Mana shu mashina ham hozir baraka bo'ldi. Necha pulga baraka bo'ldi? 2018-19 200 ming yurgan. Kraskasi 3 ta joyda petnosi bor ekan. 8 mingga berib yubordim. 8 mingga berib yubordim. Egasi 7800 ga berdi menga, aka sotib bering deb tashab ketuvdi. Shuni 8 mingga sotdim. Bir odam 4 haftadan buni tushib, shunaqa mashina qidirib yurgan ekan. Mana endi hozir xursand bo'lib Natarasga kirib ketishdi, egalar bilan ro'para qildim. Mana naqdga sotildi. Naqdga sotildi, metan gazi bor. Anaqaga Jizzaxga ketdi. Jizzaxga. Xo'sh, kraskasi 3 ta joyda petno bor ekan, palenkalarni mayda-chuda. Hech qati urilmagan, suyak butun 200 ming yurgan, gidrolika, nima deydi, ABS, konditsioner, hamma navorotlari bor. Mexanika korobka. Rollar bar qo'yilmagan. Yo'q, bu mexanika o'zini holatida turibdi. Suyagi butun, toza, bir qo'l mingan odam edi. Glansli stoykalar ham qilgan ekan shuni. 7800 ga 8000 ga sotdim.
Xo'sh, o'rtoqlar, endi qora har doimgidek trend. ha, trendda hozir qora bo'lyapti-da, hozir. Faqat hozir qora. Mana musofir yurtdan ham qo'ng'iroq qilishadi. Akajon, ha, qora. Oqlari ham bor. Yo'q, aka. A o'zingiz men qorani reklama qilasiz deydi. Qorani reklama qilsa, qora olinglar deydi. Ya mayli, farqi yo'q. Videoda 80 ga kirgan bu ham qorani. Voy, shu 70 ga kirgan, 80 ga kirgan otaxonlar ham hozir, yo'q, qora minaman. Nimaga sizlar qora minasizlar deb, men qora minmayman deb. Mayli, xo'p, oxini ko'rsatamiz. Mana 2024, 7000 yurgan. Kraskada top-toza, yaxshi balonlar qo'yilgan. Bunga 4 ta. Donasi $105 turadi. Mana shu balonning o'zi. Archa balon. Yaxshi balon. Amerikanka farali qo'yilgan. Original. Ha, original. Propan gazlari bor. 4-pakelikni 7000 probeg, 7000. ABS'lari ham bor, lyuklari ham, kondisioner, mashina top-toza. Top-toza. Mashinamizda polniy Malibu salon qilingan. Shum izolyatsiyalar. Akajon, sen chetroq turasiz, xo'p? Shum izolyatsiyalar bo'lgan. Tonirovkalar, mana salon qismini ko'rsatamiz. Mana. Ochib ko'rsating. 7000 yurgan 24. 15000 ga berib yuboraman. 7000 yurgan 24, 15000 ga berib yuboraman. Salonlari polniy Malibu qilingan. Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafonlar, video kamera, pult, signalizatsiya, shum izolyatsiya, 4 ta yangi balon, propan, ishqilib tangroq hamma navorot qilingan. Mashinani o'ziga Faqat minishga. $3500 tiqilgan, faqat olib minasizlar. Faqat olib minasizlar. Propan gazimizni nima deydi, tabletka deydi-ku, ha? Zapaskani o'rnida bo'ladi? Tablet. Zapaskani o'rnida, mana ichlarini ko'r. Hidlari ham ketmagan, ja bunaqa, mana masla pashti. Mana propan gazlari bor, benzindagi yuradi bu. Bu propan gazimizni benzindagi yuradi. Mana video kameralari bor, Lenovo. Qanchaga berib yuborasiz? Buni narxini 15000 ga berib yuboraman. Bo'ladigan aytyapsiz, o'tib berasizmi? Bo'ladigani 15000. Endi hozir buni bes probeg 17000. 17000 ga olib turib, bunaqa navorot qilaman siz misol uchun 20000 ga tushadi. A bu 15000. Aybi 7000 yurgan. 7000 endi probeg emas-da bularga. 7000 probeg emas. Endi qoralan. Ko'pchilik yozgan, bu nimaga yopib qo'yadi mashinasini? Endi qaranglar, mana shu savolingizga men qisqacha javob etib o'taman. Hamma mashinalarim yopib o'tiradi. Nega? 1-2 marta ochuv qoldirganda ko'pchilik o'tiradi-yu bir xillar. Barda cho'ni ochadi-da, texpasport ko'radi-da. Texpasportni ko'radi. Endi uni urishib bersiz bo'lmaydi. Texpasportni ko'ryapti-da, men u ko'rmayapman, salonga o'tiryapti-da, qo'lida qolib ketib, cho'mchagida qolib ketyapti. 1-2 marta men texpasportini boshqatdan qildirdim. Ovora bo'lib. O'shaning uchun hammasini qulab qo'yaman. Oladigan odam kelsa, ochib bering aka, ochib beraman. O'shanga dokument yo'q qoladi. Endi men bu yerda shaxsiy narsalarim bor. Dokumentlar, pullar, har xil telefon, soatlar, narsalar qo'yib qo'yaman, keyin ularni qulab qo'yaman mashinalar. Shtoba, ertaga yo'qolganda u kimni aybdor qilmaysizda. Shuning uchun yopib o'tirsa, mana ochib beramiz. Oladigan odam bo'lsa, mana qaranglar, mana narx-navolimni ko'radi. Mana 2024 16000. Polniy Malibu salon. Akajon, shuni ochib bering salonni desa, ochib beramiz. Akajon, maylimi? Qaranglar. 2024 12000 yurgan gazlari bilan. Xo'sh, buni pult signalizatsiyalari ham bor, ABS'lari ham bor. ABS, kondisioner, lyuk. Mana 906 deydimi, mana yangi mana pultlari. Eski pult emas, mana salafanlarida mana. Ko'ryapsizlar? Maslada. Ha, tamam. Eski pul ishmaydi mana. Xo'sh, bu mashinamizga ham $3000 tiqilgan. Malibu salon polni qilingan. Nima deydi? Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon, video registrator, pult, signalizatsiya, chexol, balon. Endi nima deydi? Amerikanka optra faralar qo'yilgan, kraskalari top-toza 12000 yurgan metan gaz o'rtoqlar. Metan gazlari ham yangi holatda. 4-pakelikni 16000 ga beraman. 12000 yurgan top-toza mashinamizga $3000 navrotiga tiqilgan. Ana. Qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Olasizlar, minasizlar, tayyor. Xohlagan ustaga probegini tekshirtirib. Yo, mammo yo'q. Mendan oladigan odam umuman tekshirmaydi. Meni biladi qanaqa mashina sotishimni.
bir ikki marta video ko'rganmisizlar. Marat aka mana bunaqa mashina sotdi, bizga kraskasi bor ekan degan. Men zo'rini sotaman. Zo'rini, tozasini garanti berib sotaman. Ertaga misol uchun olgan odam baraka topdim, rahmat aka deydi. Rahmat deydi. Zo'r ekan mashinangiz deydi. Chunki men tekshirib olaman. Keyin kafolat beraman. Tekshirmasdan kafolat bermayman. O't betidan petno chiqsa, ke, pulingni olib ket. Vazrat qilaman pulingni. Shunda berib yuboraman. Menda unaqa narsa yo'q. Bizning lavzimizni puldan qimmat turadi. Ana. Mashinalar Xo'sh. arzonmi? Ha. Yaxshimisizlar? Qayerdansizlar? Qashqadaryo. Qayerdan? Shahrisabzdan. Baraka toping. Muxlis. Ha, iya. Har bitta ko'rayotgan videolaringiz like bosib olsizlarmi ish qilib? Hammasiga. Ha, baraka topinglar. Eshonbobo bilan boshlaymiz. Eshonbobo bilanmi? Baraka topsinlar, baraka topsinlar. Sog' bo'linglar. Shuna video obzor qilib oling. Xo'p, mana qaranglar. 2000 yurgan 24, 2000 yurgan почти masla. Bu mashinamizga ham polniy Malibu salon qilingan. Amerikanga faralar qo'yilgan, ABS, kondisioner, lyuk, polniy navorot, yaxshi yumshoq balonlar 4 ta qo'yilgan. Bu mashinamizda ham pult, signalizatsiyalar, tonirovka, shumizolyatsiya. Ha, ruxsatlari bor. Endi men so'rab beraman-da, uni qancha nima qolgan bilmayman-da. Hozir menda bu yerda 20 ta qora bor-da. Qaysi birida qancha qolgan bilmayman. Balki bir xillarda qolmagan bo'lishi mumkin. Malibu rul bar, yaxshi 2 millionlik chexollar, CC3 mafonlar, nima deydi? Shumizolyatsiya, qoraga kerakli navorotlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Charchaman. Qayerdan? Jizzaxdan? Ha, Forish. Gap yo'q, gap yo'q. Ana, ko'rasizlarmi muxlislar? Yo, muxlislar mashinasiga 5 ketaman, qarang. Uzoqdan kelib, so'rashib, ha, kuzat, layklar bosib olsinmi ish qilib videolarga? Baraka toping. Rahmat akajon. Sog' bo'ling, rahmat. Ha. Salom. Yaxshimisizlar? Tuzumsiz aka, yaxshimisiz? Charchamasizlarmi? Keling. Qayerdansizlar? Jizzax. Mana yana Jizzax. Qayerdan? Forijmi? O'zidanmi? Shaharni? Ha, baraka toping. Ko'rdinglarmi qanaqa muxlislar bor? So'rashib ketishyapti. Qasddan ko'rib turamiz. Rahmat aka, rahmat. Ana, xullas. Xo'p, nima deyaptim? Bu 24 2000 yurgan. Masla. Voy, hidlari ketmagan, mana qaranglar. Masla baribir boshqacha-da. Masla 2000 yurgan. 16500 ga berib yuboraman. Polniy navorot mashinamizga ham 3000 dollar tiqilgan. Endi qoralarda, misol uchun Malibu salon bo'ladi. Hammasida bir xil bo'ladi. Amerikanka fara, optra fara, shumizolyatsiya, tonirovka, Malibu rul, bar, hamma narsasi bir xil bo'ladi. Malibu salonda. O'shaning uchun hozir menda bu yerda 20 ta bor, hammasi bir xil. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, petnolari yo'q mashinalar. Petnolari yo'q mashinalar, top-toza qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Xo'sh, 24 2000 yurgan, narxi 16500 ga beraman. 16500. Narxga 16500. Bank ham bo'ladi, uni begim kuni kelsanglar, где-то 3500 shu 4000 atrofida chiqsa kerak, taxminan deb aytaman, o'ylayman. 24 5000 yurgan. 5000 yurgan. Ana. Mana. Bunda qarang. Amerikanka faralar, ABS'lari bor, kondisionerlari bor. Benzin, ha, benzin. Anaqa nima deydi? Balonlar qo'yilgan, yaxshi balonlar qo'yilgan. Bu mashinamizda ham shumizolyatsiya, tonirovka, endi qoralarga kerakli bo'lgan navorotlar. Mana salon qismini Malibu rul, bar, CC3 mafonlar, Malibu anaqalar, chexollar. Bu mashinamizga ham 3000 dollar tiqilgan navorotiga 5000 yurgan, narxini 16200 ga beraman. 16200. Top-toza kraskalari hammasini. Bitta mashinani pitnosi yo'q. Qirilgan, chizilgan joyi ham yo'q. Mashina bozorida eng oldi mashinalaridan biri. Bozorda eng oldi mashinalar. Navorotli, tayyor minaman degan, sovg'aga olaman degan insonlar bo'lsa, mana kelishsa qilib beraman. 98 lik 128 57 97 raqamiga telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa pachka mashinalarni xohlasanglar tug'ilgan kuniga, xohlasanglar padarkalarga, otaxonlarga mana shunaqalarga xarid qilsanglar bo'ladi azizlar. Xo'sh, Zevis deydimi mana bu rangga? Zevis deydi, qaranglar. ABS'lari bor, kondisionerlari bor. 7000 yurgan, lyuklari ham bor. Polniy navorot,
Salon qismi. Salon qismlarini ham bitta ko'rsatinglar. Yangicha rang. 13800 ga beramiz. 7000 yurgan kraskalari top-toza. 13 mingga 13800 ga beramiz. 13800. 24 7000 yurgan. ABS kondisioner hamma navroti bor azizlar buni. Yangicha rang. Zevis. Xo'sh, endi 24. 4000 yurgan. Mana 4000 yurgan 24 metan gazli ekan. Metan gazli ekan. 4000 yurgan. ABS, kondisioner qaranglar. Bunda ham qorada chiroqli qo'yilgan. Amerikanka chiroqli. Yaxshi balonlar, kumxo deydimi? Kumxo solis deydimi, nima deydi? Aha. Mana pult signalizatsiyalar. Bunda ham shum izolyatsiyalar, tonirovka, qoraga kerakli navrotlar. Mana azizlar. Yangi salonlar, yangida. Top-toza mashinalar, qirilgan, chizilgan joyi yo'q. Mashinalarimiz ideal holatda, ideal holatda. Amerikanka faralar, optira faralar qo'yilgan. Petno-metnosi yo'q. 4000 yurgan azizlar. Mana metan gaz. 4000 yurgan. 4-pokoleniya. 16200 ga beraman. 4000 yurgan metan gaz. 16200. Bugun qoralar juda ko'p ekan. Ya, menda 20 ta bor-da, hozir bugungi kunda 20 ta qora. Endi hozir bir 10 tasini ko'rsatamiz taxminan. Endi qolganini ko'rsata olmaymiz va vaqtimiz chegaralangan. Vaqtimiz juda anaqa. 16000 yurgan, 16000 yurgan, qarang. Propan gaz ekan. 16000 yurgan propan gaz. Bu mashinamiz ham polni Malibu salon qilingan. ABS'lari bor, gazlari bor, pult signalizatsiya. Bu mashinamizda ham Amerikanka faralar, $105 balonlar. Shum izolyatsiya, tonirovka bu mashinamizda ham. Rol bar. Aha, mana bu mashinamizda ham mana Malibu salon. Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon. Xo'sh, poliklar, chexollar, короче, tayyor mashinalar. Bular mashinani olasizlar, minasizlar, tayyor. Gazimizni Avtorskiy beraveradi o'zingizga. ha, mayli. Gazimizni propan gaz tabletka bo'ladi. Tabletka zapaskani o'rnida bor. Zapaskani o'rnida qo'yilgan. Video registrator mashinamizga $3200 navrotiga tiqilgan azizlar. Tayyor, olasizlar, minasizlar. 24 16000 ga beraman. 16000. 16000 yurgan probega 16000 ga beraman. Kraskalar top-toza, polning navorot. Xo'sh, oxirgisini qo'yinglar, kelinglar, uje charchab qoldim. 2100 kilometr yurgan 24 masla. Mana bu ham 2100 masla, ABS'lari bor, lyuklari bor, kondisioner ideal. Mana faralar yangi, balonlar yurmagan, masla, pult signalizatsiya. Salon qismi. Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon, shum izolyatsiya, pult, tonirovka. Mashina masla. 2000 yurgan. Zapaskaga tushmagan. Ideal holatda. Ideal. Ash ko'rasizlar, bittada yo'qadigan mashinalar. Sarapina, parapina unaqa narsalari yo'q. Endi hozir mana bu yerni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda ham hozir menda bir 10 tacha mashinam bor qora. Trendda hozir qora azizlar, trendda qora. Shuning uchun hozir bularni endi ola olmaymiz, vaqtimizni cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun telefon nomer qilib qo'yadi. 98lik 128 57 97. Endi joyimga kelsanglar, 6-qator mana 6-qator katta darvozadan kirganinglarda mana bunaqa bannerlar qo'yib qo'yganman. Mana telefon raqamlarim ham bor bu yerda, misol uchun qidirib yurmaysizlar, bemalol kelsanglar. Shu yerda o'zim xizmatda bo'laman azizlar. Bonuslar yo'qmi endi klientlarga? Yo'q, bonus bo'ladi u. Bo'lardi bonuslar. Yo'q, endi qarang, mana hozir mashinani xarid qiladi-ku. Mashinani xarid qilgandan keyin unga nima deydi?
bonusli qilib beraman, o'zi bilmagan holda. Keyin bilmagan. o'zi xursand bo'lib ketadi. Surpriz ekanda aka, menga aytmadingiz deydi. O'shaning uchun baraka bo'lgandan keyin o'zimni bonuslarim bor, chiroyli qilib beraman, xursand bo'lib chiqib ketishadi. Endi оформленияsi bir xil aytadi, оформленияsi qancha vaqt ketadi bunga? Где-то bir yarim soatlik vaqt ketadi. Bitta mashinani olsanglar, shunda boramiz, dokumentlarni topshiramiz. Где-то bir uzoq yarim soat vaqt ketadi. Ishing tegilarini, pullarini to'lab chiqarib yuboramiz sizlarni. Endi azizlar, shu mana shu mashinalarim shu. Aslamnoy qora bayrli, oqlarimni ham ikkita ko'rsatdim. Oqlarim ham bor. Naqdga bank orqali kelsanglar bo'ladi. 98lik 128 57 97 raqamiga. 12 ta viloyatga bank ham qilib beraman. Bir kunda bo'ladi. Ertalab soat 10 da kelishsa, gedetda kechga 5-6 ga minib ketasizlar. Endi buguncha shular bo'lmasa. Buguncha shular azizlar. Videolarimni kuzatib boringlar, layklarni bosib, sertsalarni qizartirib tashlaylar, podpiskaga urib qo'yinglar. Mana ukalarim bilan kanalini otilmaydi. Avto Toshkent kanalini ham ozgina rivojlantirishga o'zingizlar hissanglarni qo'shinglar, podpiskalar bosinglar. Mana Marat akaning original YouTube kanallari bor. Mana u yoqqa ham podpiska bosib qo'yinglar. Qo'llab-quvvatlab videolarni kuzatib boringlar. Instagram kanalimga obuna bo'linglar. Instagram kanalimda mana hozir 600 mingga yaqin obunachi bor. Xudo xolasa 1 million bo'lamiz yaqinda azizlar. Hammangizga rahmat. O'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Videolarimni kuzatib borishda davom etinglar. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar.